Salom do'stlar, sizlar bilan Umiko YouTube. Bugun ko'p kishida muammo bo'layotgan nomer tasdiqlashni o'rgatib qo'yaman. Videoni ko'rishdan oldin like va obuna bosib, kommentariyaga yana nimalarni o'rgatishimni yozib qoldiring. Are you listening? Damn. Do'stlar, YouTube'da pul ishlashga qiziqadiganlar uchun bir YouTube kanalni ko'rsataman. 10 million prosmotrga $12,246 pul to'lagan. Kelinglar, men sizlarga buni hozir so'mda qilib ko'rsataman. AQSh dollarida turibdi. O'zbek so'miga qo'ydim va o'zbek so'miga qo'yganimda 10 million prosmotrga 153 million 600 ming pul, 153 million pul to'lagan. Kelinglar, men sizlarga AdSense'ni ko'rsataman. Bu AdSense YouTube'da pul yechiladigan sayt bo'ladi. Aynan Google AdSense orqali YouTube'dan pul yechiladi. Men sizlarga 2024 da 2025-yilgacha yechgan pullarimni bitta AdSense'imni ko'rsataman. Menda AdSense'lar juda ham ko'p. Men bitta AdSense ishlamayman, chunki YouTube'da tajriba ancha ko'p. Men ko'proq AdSense ishlataman. Kelinglar, bitta AdSense'ni ko'rsataman. 2024-yil sentyabr oyida $1893. Oktyabr oyida $1973. Noyabr oyida $5729. Dekabrda $5345. Yanvarda $2853 2025. Fevralda $2255. Martda $1600. Aprelda $1200. Mayda $1500. Iyunda $1600. Bu bitta AdSense'im. Bu yerda hozir $20,000 dan ham oshib ketgan. Aynan men sizlarga boshqa AdSense'larni hali ko'rsatganim yo'q. Keyingi videolarda yana AdSense'larni ko'rsataman, qancha pul yechganlarimni. Bu bitta AdSense'imni sizlarga ko'rsatib qo'yapman. YouTube'dan pul yechilgan bu, bank orqali. Aynan men sizlarga tushuncha beraman. Kanal ochganingizda, siz video qo'yganingizda, 3-4 minutlik video qo'yganingizda, uni ustiga, videongiz ustiga rasm qo'yishingiz kerak. Aynan o'sha rasm qo'yish uchun bir martalik nomer tasdiqlanish kerak bo'ladi. Siz o'zingizni nomeringizni tasdiqlamoqchi bo'lganingizda, aynan ko'pincha vaqt o'tmay qolyapti O'zbekiston nomerlari. Aynan o'tkazmoqchi bo'lgan vaqtingiz bo'lmay qoldi, qayta urinib ko'ring yoki 3 marta uringan vaqtingiz bir haftaga bloklanib qolyapti. Bir haftaga 3 marta yoki 2 marta uringan vaqti bir haftaga bloklanib qolyapti. Aynan siz bir marta urining, agarda o'xshamasa unga yechim bor. Virtual nomer olib, bemalol tasdiqlasa bo'ladi. U nomer kelajakda umuman kerak bo'lmaydi. Bir martalik tasdiqlangandan keyin o'sha joyga rasm qo'yib boshlasangiz bo'ladi. Ko'p funksiyalar ochiladi. Kanalingizda 10 minut, 15 minutlik videolarda ham qo'yib borsangiz bo'ladi. Aynan shu nomer tasdiqlaganingizdan keyin nomer kelajakda umuman kerak bo'lmaydi. Faqat bir marta tasdiqlash kerak. Nomerni yozasiz, kod keladi, kodni yozasiz, bo'ldi. U nomer umuman pul ishlashga ulayotganda yoki boshqa narsa bo'lganda kerak bo'lmaydi. Umuman u nomer faqat bir martalik bo'ladi. Aynan siz preview uchun videongizga ustiga rasm qo'yiladigan joyga tasdiqlashingiz uchun aynan bir marta tasdiqlangan bo'lishi kerak. Unga yechim virtual nomer olsangiz bo'ladi. U nomer qayerdan olaman desangiz, aynan siz o'zingiz bilmasangiz, bizda o'zimizda nomer xizmatimiz bor. Telegram kanaliga kirsangiz, Telegram kanalimda qadab qo'yaman, kanalimga kirasiz. Telegram kanaliga kirganingizda men Telegram kanalimda tepasiga qadab qo'ygan bo'laman nomer xizmatini. Nomerlar pulli bo'ladi. Nimaga desangiz, u virtual nomerni biz ham sotib olamiz va siz olmoqchi bo'lsangiz, u yerda xizmat ko'rsatish uchun bitta ishchi olinadi. Ishchi sizga ertalabdan kechgacha onlayn bo'ladi. Xohlagan vaqtingiz nomer kerak vaqtda yozsangiz, sizga xizmat ko'rsatib nomer olib beradi. Aynan siz o'sha yerdan bitta dona nomer olasiz. Bir marta o'zingiz nomeringizni tasdiqlab ko'ring. Agarda bo'lmasa, o'sha yerdan olsangiz bo'ladi. Nimaga desangiz, bir marta tasdiqlashga harakat qildingiz, o'xshamayaptimi? Qayta urinmang. Bir haftaga bloklanadi, kanalingiz kechikadi va kanalingiz kechikkandan keyin aynan yana o'xshamasa, yana bir haftaga bloklanib qoladi. Shuning uchun aynan siz o'zingizni nomeringizni kiritgan vaqtingiz bir marta shuni kirityapsiz-ku, agar bo'lmadimi, virtual nomer olib ko'ring. Chunki o'zim ham juda ham ko'p virtual nomerdan foydalanaman. Shu joyga tasdiqlaganingizdan keyin bemalol siz videongizga
preview shu rasm ustiga rasm qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Aynan siz nomer xizmatidan foydalanib ko'ring, agarda yoqsa o'sha kontaktni saqlantirib qo'ysangiz va boshqa kanallar ochganingizda ham o'sha nomerdan tasdiqlasangiz bo'ladi. Do'stlar, sizlarga yana bir narsani ko'rsatmoqchiman. 0 ta obunachi bo'lib, kanal tarixini yoqsa bo'ladi. Aynan men sizlarga buni ko'rsatib beraman. Men o'zimning kanalimda 0 ta obunachim bor. YouTube kanalim yangi ochganman. Sog'lomlarga o'taman. Kanal funksiyalar. Mana birinchi funksiya yoniq, ikkinchi funksiya nomer tasdiqlangan. Bu ham yoniq. Uchinchi funksiya ham mana kengaytirilgan funksiyalar, kanal tarixi yoniq. 3 ta funksiya ham 0 ta obunachida video qo'ymasdan ham yoqsa bo'ladi. Aynan shunaqa xizmatlar ham kerak bo'lsa, Telegramdan bog'lansangiz bo'ladi. O'zim sizlarga kanal tarixini yoqib beraman. Shunaqa ma'lumotlar yoki shunaqa narsalarni o'rganmoqchi bo'lsangiz ham YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimga ham men sizlarga o'rgatib ham boraman. Kelinglar, umidjon qo'llanglar, chunki men sizlarga doim video chiqaryapman. Like bosish, komment yozish, nimalarni o'rgatishimni yozib qoldiring. Esdan chiqmasin. Sizlar bilan Miko bo'ldi. Sog'lik, omonlik. Ciao.